Feruza opa, bilamiz, yaqinda safardan keldingiz. Turkiyaga borib keldingiz. Amaliyot bo'yichami yoki dam olishgami? Birinchi o'rinda amaliyot, ya'ni malaka oshirish maxsus kursga, darsga bordim. U yerda qanaqa bilim o'rgandingiz? U yoqda Istanbul, Turkiyaning Istanbul shahrida 2 kunlik o'qish bo'ldi. Bu kadavr kurs deyiladi. Kadavr kurs nima? Bu aynan mana shu kosmetolog, estetik sohada ishlaydigan shifokorlar uchun real inson tanasidagi mushaklarni, nervlar, qon tomir joylashuvlari o'rganiladi. Bu yoqda qanaqa bo'ladi? Kadavr kurs deganda aynan haqiqiy tibbiyotga mo'ljallangan inson jasadida mana shu amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi va biz u yoqda aynan o'sha botulinotoksin, migrenda, botulinoterapiya, fillerlar bo'yicha 2 kunlik amaliyot darslari bo'ldi. Bu darslar juda ham katta tajriba berdi, yangi bilimlar berdi. U yoqda har xil davlatlardan kelgan professor, shifokorlar dars o'tishdi bizga. Amaliy mashg'ulotlar bo'ldi. Realni o'sha haqiqiy odamdagi har bitta yuzdagi mushaklarni, teri qavatlarini, nerv tolalari, qon tomir joylashuvlarini o'z ko'zimiz bilan ko'rib o'rgandik. Nima beradi bu kurs bizga? Aynan kosmetologiya sohasida inyektsion proseduralar bilan ishlayotganda juda ham muhim hisoblanadi bu kadavr kurs. Aynan shunaqa kadavr kurslar hamma yoqda ham o'tkazilavermaydi. Eng ko'p o'tkaziladigan davlatlari bu Turkiya birinchi o'rinda, keyin Janubiy Koreyada, Germaniya, Rossiya davlatlarida eng ko'p o'tkaziladi va xalqaro sertifikat taqdim etiladi o'qish oxirida.